O'rta iPhone oldim, nima deyapti? Voh, qulluq bo'lsin. Yana tekin oshiymiz ekanda. Постоянно tekinga oshiydiganlar haqida. Sen oshga to'yasanmi? Sen shedriysan, oberaver. Sen yaqinda ko'p eshitding-ku, o'g'ilchalik bo'lding. Oshini qachon qilib berasan? Haqiqat qildim. O'zing kelmading-ku. Bizga alohida choyxonada qilib berishing kerak edi-yu. Bugun qilib beraman, shu jag'ing yopilsin. Bo'pti. Ay, oyog'im sindi, doktor chaqir. Doktordan oldin qachon oshini yeymiz buni? Qanaqa osh? Men senga oyog'im sindi deyapman. Balo bormi oshga? Har kuni ham sinayotgani yo'q oyog'ing. Choyxonada chiqarib yuboramiz. Qachon? Voy jigarim, yaxshi inson edi. Men qara osh boshqama. Janoza turibmiz. Qanaqa osh ko'nglingga sig'yapti? Och qoringa kelyapman mana. Uchun, ana Paskodaga biz har safar osh qilib beraveramizmi? Kecha mashina olib, ayt qilib bersin. Hozir men aytaman, qilib beradi. Ayt. Avvalla kelinglar. Qulluq bo'lsin. Mashina olsan, qachon yuvib berasan? Hozir yuvib beradi bugun. Besh problema beraveraman. Men g'alati ketyapman. Birinchi marta osh qilib berishi mumkin. To'xtab tur, telefon bo'lyapti. Alo. Assalomu alaykum. Siz Darbadar kompaniyasidan xonali uy yutib oldik. Tabriklaymiz. Uchun? Ikki xonali uy yutib oldim men. Qanaqa qilib? Bilmasam telefon qilib aytishyapti menga. Wow, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Sen yervorman shu joyga. Men mashinamdan ham zo'r yangilik bo'pti-yu. Bo'ldi. Oshga men eriyman. Hamma narsa mendan bugun. Alo. Ikki xonali uy yutib oldim deb o'ylayapti. Shotni ham o'zi to'laydi. Bo'pti, rahmat. Mani bilan loq deb o'ylaydi-da.